do'konda shu kasb turi borki, juda ham kamayib ketyapti. Bundan buyog'igina 1-2 yilda qanaqa vaziyat bo'ladi, endi men tasavvur qila olmayman. Agar shu kasbni o'rgansangiz, juda ham shitir-shitirlarning ichida qolib ketasiz aniq. Lekin xavfli kasblardan biri. O'sha men aytgan kasb xizmatini ham shu do'konda qilib berishadi. Video davomida to'xtalib o'tamiz. Bu do'kon faqat polibovka mahsulotlarini avvalgacha bo'lgan etapda sizlarga taklif qiladi. Rasxodli materiallari, ishlatiladigan ximiyat mahsulotlari. Gazetadagacha bor ekan gap yo'q. Buni texnikalarigacha bor bu do'konda. Men sizga aytgan podbor kraska xizmati hozirgi kunda eng noyob, juda ham kamayib ketayotgan xizmat turlari. Mayli. Eng qiyin bo'lgan ranglarni ham bemalol chiqarib berishadi. Buni faqat mashinadagi, balki qurilish jarayonlarida, panjarada yoki darvozada uchun ham ideal ranglarni chiqarib berish oladi. Kompyuterning tinov ranglarini chiqarib berishadi. Hattoki xromoviy ranglarni ham chiqarib berishadi. Sho'x o'xshatib beryapti. Bundan-da zo'r kontentlarni o'tkazib uchun kanalimizga obuna bo'lib, agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Sizlar bilan ta'minot pro bo'ldi.